Navbatdagi Malibu 2 avtomobilimiz tayyor holatga keltirildi. Hop, qilib bergan ishlarimizni to'g'risida obzor qilib beramiz Malibuda. Hop, qaranglar, knopkalar, qo'shimcha knopkalar o'rnatilgan. И podsetkasini ham qizil bilan ko'k qilib berganmiz okamlar aytishlari bo'yicha. Mana bu knopkani dalniy gulab berganmiz. Ruldan удобный bo'ladi. И podsetkasi ko'k rangda. Bu qizili endi bilib turibsizlar, qizil bo'lganligi uchun mana avarinkaga gulangan. Vajdagan payt qo'lni bu yoqqa cho'zib o'tirish shart emas. Bitta qo'lda haydaganlar udobniy, dalniy qilib avarinkalarni kerak bo'lsa yoqib o'tib ketaveradilar. Podsetkasini отдельно yonadigan qilib berganmiz qizil bilan ko'k qilib. Qolgan funksiyalar joyida ishlaveradi xohlisi. Undan keyin qilingan ishi TS CC3 monitor o'rnatilgan, oldi orqa kamera, video registratorlari bilan komplektda o'rnatilgan. O'zining oldi kamerasi bor, orqa kameralari. Rullari ham o'z o'rnida, joyi-joyida ishlaydi. Xohlisi bez problem, apparaturalari ham yig'ib qo'yilgan. Xullas, mana shunaqa xizmatlar qiziq bo'lsa, bizga Max Tuning murojaat qilasizlar, ishdan chiroyli qilib bitirib beramiz.